Qizim, qiz ota uyidan ketayotganda otaning yuragi yarimi kuz, yarimi qish bo'ladi degani shu ekanlar. Hozir ota uyingni tark etib, o'z oilangni qurishga ketyapsan. Yaxshi bor deyman. Ammo shuni bilginki, otang doimo shu yerda. Agar suyanishga tog' kerak bo'lsa, tog'am, tosham menman. Qachon xafa bo'lsang, suyanishni xohlasang, ota deb chaqirsang bo'ldi. Men eshitaman qizim. Men yetib boraman. Sen kelib, meni qizimni qo'lini so'rading. Men senga ikki ko'zimdan birini yulib beryapman. Ikki qo'limdan birini, ikki oyog'imdan birini yulib beryapman. Sen meni ko'r va cho'loq qilib ketyapsan. Joningdek asra. Avvalo Allohga, qolaversa senga omonat topshirdim. Amin. Allohim baxtinglarni butun, taxtinglarni ravon qilsin. Bir-biringlarga sevgili, suyukli bo'linglar. Ser farzand, ser davlat bo'linglar. Eng avvalo baxtli bo'linglar. Amin. Allohu akbar. Dada. Baxtli bo'ling. Ada, taring chiroylimanmi? Keliniga o'xshab qolmanmi? Malikalarga o'xshab qolsan-ku. Bag'ringizdan avaylab voyaga yetkazdingiz. Oftob tushsa boshimga soyaga yetkazdingiz. Baxtim tilab tunlarni beorom o'tkazdingiz. Bugun yor aytilmoqda qizingizga otajon.